31 oktyabr bugungisira Urganch Dekkan bozor dolu kursi bilan Infinmax'daymiz Xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum deb boshlaymiz videomizni. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir like'larni bosib, ko'ran qol. Uchiqku bu. Ma'lumlar. Yaxshi, esa endi bozorni o'rganimizdan bozordagi holatni aytib beraman. Bugun ishlab yuribdi ekan. Shunga do'stlar bir video qo'yib beraman. İcaraga magazin bor. Bozor yanında hozir videoni ko'ringlar, to'liq ma'lumotini bilib olasizlar. İcaraga beriladigan dükkanımız yurtdoshlar inilishi bo'ladi. Urganch shahrida joylashgan. To'g'rimiz Urganch Dekkan bozori 5 blokning orqa tomonida. Bu yanimiz park tomon bo'ladi. Bunda Ko'nabonining chorrahasi. Agar bu yerdan keladigan bo'lsangizlar, 9 etaj tarafdan kelasizlar. 102 kvadrat metr bo'ladi. 99lik 562 1007 telefon nomerlari. İçeride gösterimiz akşamgina boşadı bir. Srochniya ijaraga beriladi. Endi bo'ynini o'zingiz telefon so'rab olasizlar. Aristoni bor, dushi bor, unitaz, suv, gaz, hammajoy bor. Двухконтурный котел. Бағасы 10 milyon so'm ijara haqqi. Ana kelasizlar, ko'rasizlar, ustidan ozgina kelishadigan yer bo'lsa kelishasizlar. Premi dükanchini o'zidan chiqasizlar, makler emas. Videoni pastda telefon bilan qoldiramiz. Endi bozorga keladigan bo'lsak, bozor dollar kursi yurtdoshlar $100 1.198 dan 1.202 dan eng patologga o'tibdi. Rubl 140 dan 142 mingga o'tibdi. Rubl tushdi. Tenge 21 yarım tuttu 1000 tenge. 100 euro 1.300 1.350 Türk lirası 300 milyondan bol tuttu. Ana şimdi yengelikler bilaman desizlar. Sağ olunlar, bizi güzel devam qilinglar.